Majlim xulosida mashg'ulot olib bordi. Introducing first fighting out of the blue corner, Kokburchak. He's 27 years old. He stands 158 centimeters tall. Official weight 59 kilos. Representing Rojo Eskrima team do Brazil. Here is Nido Cachao Machado. Hamyurtimizning yoshi 31da, bo'yi 165 cm, vazni 59 kg. Он мастер спорта по кикбоксингу, мастер спорта по рукопашному бою, трехкратный чемпион мира по пинчак-силак, представляющий representing TKMMA O'zbekiston Afsonalar vodiysi Namangan. Iron Man Turqatbek referee for this fight, Axel von Kimrey, Belgiya. Namangan viloyati deganda beixtiyor MMA sport olamida Ayubxon Kamalovni yodga olamiz albatta. O'zbek MMAsining bayroqdorlaridan biri sanaladi. Demak, birinchi raund boshlandi do'stlar. Demak, birinchi raundga start berildi. Mana shu kartdagi eng yengil jangchilar super yengil vaznda jang qilishadi. Ha, albatta. Eng uzoqdan kelgan mehmon desak ham bo'ladi, braziliyalik. Jose Aldoni yodga solib yuborar ekan, o'xshab ketar ekan. O'zi ushbu kartda Ramazon Temirov bilan Jose Aldo kurashishi kerak ham deyishdi-ku. Lekin o'xshamay qolibdi kelishuvlar. Hozircha qo'rqituv o'yini ketyapti desak menimcha to'g'riroq bo'ladi. Ha, albatta, Furqatbek Yoqubovning kuchli jihati bu stoyka yaxshi, oldingi qo'l aniq. Kickboksing bo'yicha O'zbekiston chempionligini ham qo'lga kiritgan. Demak, raqibda ham kuchli tomoni bu stoyka ekan, chunki uning g'alabalarining ichida 9 tasi nokaut, 9 tasi hakamlar qarorigacha va hech qachon submission qilmagan raqiblarini. Demak, Braziliya jiu-jitsusi bu yerda ishlamaydi menimcha. U qadar yuqori emas ekan. Agar braziliyalik jangchi birorta submission bilan yutmagan bo'lsa, demak, uning bazasi haqiqatan stoyka. To'g'ri. Low kick. Ehtiyot bo'lish kerak baribir. Furqatbek Yoqubov UFC'ga yaqin kelgan jangchi hisoblanadi. Albatta. The Ultimate Fighter, ya'ni TUF shousidan qatnashib, afsuski omad kelmagan o'shanda. Adashmasam Idris Alibiyga yutqazib qo'ygandi. Alibiy Idris bilan jangda omad kelmagan. Hozirda stoykada jang yaxshi round kick. O'tkaza oldi. Navbatdagisi. O'ziga kelib oldi raqib. Tanaga juda kuchli zarba yo'llay oldi. Braziliyalik jangchi ham. Qarang, qo'llar pastda. O'zining texnikasiga ishonadi u. Menimcha capoeira uslubi bo'lsa. Ha, capoeira. Braziliya milliy sport turiga kiradi capoeira ham. Yaxshi, oldingi qo'lda faol ikkilik zarbasi. Yoqubov o'ng qo'l zarbasi. O'ng qo'l o'tkaza oldi, yon tomondan yo'llangan zarba, yana bir jeb, aniq. Yoqubov navbatdagi round kick. Mana bu yerda ortidan yurib uryapti. Bo'lish kerak, yaqin. Bu seriyalarni ijro etdi. Machado Nascimento. Yaqin bo'lgan holatda ko'p zarba berib yubordi. Mana bu yerda qo'llarini biroz yopib harakat qilsa yaxshi bo'lardi Nascimento. Yaxshi tuta oldi oldingi qo'l bilan Yoqubov.
Oh, mana javob. Overhand o'tmadi. Furqatbek Yoqubovning o'ng ko'zi biroz qizargan. Nasimentoda esa hammasi joyida hozir. Yaxshi low kick. Nokautlardan ehtiyot bo'lish kerak Furqatbek, chunki unda 3 ta mag'lubiyat bor. Texnik nokautlardan. Tuta oldi. Yoqubov hujumni davom ettirmoqda. Qizza zarbasi. Chap berib qo'ygan qarang. Qocha oldi. High kick. Orqasidan qo'shib bordi o'ng qo'ldan. Navbatdagi aylanma zarba. Javob qaytarishga harakat qilyapti vaqtida Machado. Mana oldin qo'l o'tdi va javobini ham oldi. Jab zarbalar bilan oldinga boryapti Furqatbek. High kick. Yana oldinga qo'l aniq. Yoqubov. Tanaga zarba Machado. Yaqin masofadagi qarama-qarshilik va birinchi raundga nihoya yasalmoqda. Bilasizmi, Shohrux Furqatbek Yoqubov o'sha endi Ramazon UFC'da bilasizlar. Round kick. Borgan sari qizyapti jang. Jang sur'ati oshib boryapti. Yaxshi tutib oldi. Kapasi chiqib ketmadimi? Yo'q, menimcha. Ajoyib. Jang parterga ko'chdi, ketma-ket zarbalar. Oyoqqa tura oladimi Machado? Hozircha yo'q. Davom etyapti Yoqubov. Lekin turib olishga ham harakat qilyapti Machado. Yana bir tizza zarbasi ko'ramizmi? Yo'q. Mana bunda. Qanday ajoyib zarba. Davom etadi bosim. Referi aralashadi, menimcha aralashadi. Ha do'stlar. Furqatbek Yoqubov texnik nokaut, ajoyib g'alaba. Nokautsorlik qobiliyati bor. Demak, g'olib rasmiy tarzda e'lon qilib beriladi. Referi qo'llarini ko'tarib qo'yadi. Arena esa Ushbu jang g'olibi в данном поединке TKO победу техническим нокаутом одержал Afsonalar vodiysi Namangan Furqat